Buni qaranglar. Qaranglar. Qidirib yuramiz, Novvoy tandir deysiz. Mana tandirchi akamizni o'zidan, ya'ni tandirxonani bazasida turibmiz. Tandirlarimiz mana optimga, donaga, xolasiz bunaqa somsa tandir desangiz ham, xollas kalom mana tandirda bog'ida turibmiz. Mana Chorvoq tomonda ham yuzlagan, minglagan tandir qilayotgan issiqlarda, jazirama issiqlarda odamlar telefon o'ynab, konditsionerlarda turganda mana akamiz o'zlari qo'l mehnatlari bilan mana shunaqa issiqlarda mehnat qilib tandirlarni tayyorlashyapti. Akamizni shuncha qilgan xizmatlariga, mehnatlariga bittadan like bosib ketmaylik, bular farzandlari ekan. Xo'p, izlab qidirib yurganlar mana ushbu tandir mahsulotlari o'zimizda Rishtonda sotilyapti. Novvoy tandir deysizmi? Turli xillari bor ekan mana. Xohlasalaring olib borib o'rnatib berish desalaring, u tomonlarini ham qilib berishaveradi. Ya'ni dastavka xizmatlari o'rnatib berish. Haqiqiy sof Rishtonni turpog'ida bo'lgan mana shu tandirlarimiz zudlik bilan sotilyapti. Mana akalar bitta ko'ringlar. Akamizni shuncha qilib mehnat qilib terib tashlaganiga necha baho qo'yasizlar mana. Oho, bolaligim esimga tushib ketdi bu tandirlarni ko'rganda. Hali ham milliyligimiz, qadriyatlarimiz, haligi nima deydi, bir milliy bir ruhoniyatlarni berib turadigan mana shu tandirlarimiz bo'ladi. Tandirda nonini yemaganlar nechta? Hozir kunda hamma Novvoydan, bozordan non olib yeydi, ammo o'zimizni bunaqangi milliy tandirda uyda non qilib yeyishdi, gashti boshqa. Onalarimiz ayniqsa chiroyli qilib bersa, akamizni raqamlarini qoldiryapman. Butun O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqsa agar qilib beraveramiz deyishyapti. Mana bu tomonda ham quritishlik uchun bunaqangi joylarda qilib mana quritishyapti. Bunaqa klyonkalar tortib qo'yishibdi. Bu ya'ni dastavkaga tayyor degani urintirmasan. Hattoki Rossiya davlatlarigacha ham, Yevropa davlatlarigacha ham dastavka qilib beribsa bo'ladigan tandirdan. Narxlari qiziq bo'lsa, manzili qiziq bo'lsa, mana ekranda raqamlarni qoldiryapman. Bemalol kelib, bog'lanib, gaplashib, o'zlari bilan kelishib olib ketishlaring mumkin. Mana tandirlarimiz qaranglar, yangi egalarni kutib turibdi. Akamiz aytishyapti, yana shularni qo'shimcha qilib keting. Bunaqangi baliq tandir, grill tandir yoki turli xil bir go'shtlar uchun go'sht tandir, jizlar uchun, bir narsalar uchun deysaga unaqalari ham bor deyapti. Ya'ni qanaqangi haligi tadbirkorlik qilyapsiz, grill qilmoqchisiz, grill pishirmoqchisiz, go'sht pishirmoqchisiz yoki bir turli xil baliq mahsulotlarini mana shu hozir juda ommalashyapti, unaqangi tandirlarda qilishlik. Shunaqalarni ham deysa qilib beraveramiz deyapti. Xullas kalom akamizning raqamlarini ekranda qoldirdik. Butun O'zbekiston bo'ylab, globus bo'ylab aloqaga chiqaverasizlar. Qiziq bo'lsa-ga mana raqamlarni qoldirdik. Ustakamizning mehnatlariga bittadan like bosib ketinglar. Sizlar bilan do'ppili bola bo'ldi. Do'ppi moshinada qolib ketdi, havo issiq. Sog' bo'linglar. Akamizning xizmatidan foydalaninglar. Nomer 1 tandirchi akamiz.